Avvalambor barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Senior Yusi. 4 kun oldin Relsimdan bir video chiqib qoldi do'stlar. Va ushbu videoni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlash maqsadida ushbu videoni tayyorladik. Videoni oxirigacha ko'ring va yoqgan bo'lsa bitta like, kommentariyada o'z izohinglar yozib qoldiringlar do'stlar. Bu biz uchun juda ham muhim. Qani unday bo'lsa, ketdik do'stlar. Ya birinchimadi. Evet, stewardess. Ya gap. Ha, naqul bo'lmadi. Shu tagan. Aldashdi. Olay ekan. Ko'rganinglardek biz qancha urinmaylik, natija 0. Bu narsa kimga o'xshadi? Kommentariyga yozib ketinglar.